3, 2, 1, go! Assalomu alaykum barchaga. Mening ismim Islombek Sanaqulov, Aloqa Ventures'da loyiha menejeri bo'lib ishlayman. Bugun biz Javohir aka Kabirjanov bilan birgamiz. Joyme loyihasi asoschisi. Ular yaqinda 1 million bahoda 150 ming investor jalb qilishdi. Bu raundda biz va boshqa fondlar va angel investorlar ham qatnashdi. Qisqacha bugun ularning loyihasi, kelajakdagi rejalari va boshqa savollarni berib o'tamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Ismim Javohir Kabirjanov, Joyme platformasi asoschisiman. Joyme platformasi 3 yil mobaynida faoliyat olib boradi va oxirgi bir necha oylar juda ham bizda katta o'zgarish bunt bo'ldi. Ajoyib, ajoyib. Unda birinchi savolimizdan boshlasak, Joyme paydo bo'lishiga o'zi nima sabab bo'lgan, Javohir aka? Joyme platformasini ishlab chiqishimiz birinchi sabab o'zim uy sferasiga qiziqar edim. Kasbim boshqa bo'lsa ham, lekin IT sferasiga ham qiziqishim bo'lgan. Savol bo'lar ediki, shunaqa programma yo'qmi? Kartada hamma uylarni ko'rsatib tursa, o'zi kartada uylar bor. O'sha narx-navo, sotilish, arenda kartada ko'rsatib tursa-da, oladigan odam ovora bo'lib, har deb telefon qilib lokatsiya tashlab bering demasin-da, ko'rib, o'sha lokatsiyaga rozi bo'lib, keyin murojaat qilsin. Mana shu narsani ko'p o'yladim, ko'p kutdim, shunaqa programma chiqsa kerak deb. Men endi chet davlatlarga chiqmaganman, chet ellarda bunaqa proyekt borligini bilmaganman. Chunki o'zim organda bo'lganim uchun bizga chetga chiqish mumkin bo'lmagan, ishim ham tushmaganda. Lekin shu narsa bo'lishini abdushiy xohlar edim. Rosa kutdim. Endi meni kasbim boshqa, men programmist bo'lmasam, o'z soham boshqa, kimdir chiqarardi, rosa kutdim, hech bo'lmadi. Keyin baribir odam ichki intuitsiya bo'ladi. Kemayli shu ishni qilib ko'ray. O'xshasa o'xshadi, o'xshamasa, zato kelajakda afsuslanmayman. Ya'ni ichimda armon qolmasin dedim-da boshladim. Va boshida oson bo'lmadi. Programmistlardan juda ko'p pand edim. O'zbekistonda kuchli programmistlar ko'p, lekin haqiqiy so'zini ustidan chiqadiganlari kam. Erka deysizda ko'plar. Insofli va mas'uliyatlilari kam juda ham. Tushunarli. Lekin hozir mana Joyme loyihasi birinchilardan bo'lib ishga tushgan. Bu bozorda desak bo'ladi. Ammo mana oxirgi paytlar kuzatamizki, bu bozorda juda ham ko'p yangi yechimlar, xuddi sizni qaysidir ma'noda ko'chirayotgan loyihalar ko'payib ketyapti. Bunga qanday munosabat bildirasiz? Ba'zi nomimizgacha o'xshatib ko'chirishga harakat qilishyapti. Omadlarini bersin. Men proyekt boshlayotgan paytimda bizda raqobatchi yo'q edi. Va hozir ham teng darajada raqobatchi bor deb o'ylamayman. Endi raqobatchi yo'q deganda menimcha OLX o'sha paytda bozorda qaysidir qismi bor edi OLXda. Endi OLX biz как бы tepa etap deb qaraganmiz har doim, chunki OLX katta bozor, bizda faqat uyga moslashgan bozor. Lekin Toshkent bo'yicha biz hozir auditoriya jihatdan ham va baza jihatdan ham hozir eng katta bozorimiz, uy bozori bo'yicha. Va o'sha yangi chiqayotgan programmalarga ham hammasiga omad tilayman. Faqat bu IT biznesi ham qo'pol qo'yayotgan maymun biznesi emas-da. Kim nima qilsa o'xshab ketaveradigan. Alohida yo'nalish, alohida yechim bo'lishi kerak. Bitta narsani kopirovat qilib olsangiz, u o'xshab ketaveradi degani emas. Misol uchun mana butun dunyo Instagram ishlatadi. Yana kimdir Instagram sazat qila olmaydimi? Qila oladi. Lekin qilganda ma'no yo'q. Foyda yo'q. Siz kimdir ko'chirib emas, nimadir yechim berish kerak-da. Qiymat copy paste bilan ish bitmaydi. O'zini strategiyasi, o'zini yo'nalishi bo'lishi kerak. O'shaning uchun aytgan bo'lar edim, endi hamma O'zbekistonda turib boshlayotganlar bo'lsa, kimdir ideyasini ko'chirib qilmoqchi bo'lsa, faqat pulga qo'yadi deb o'ylayman. Ya'ni abdushiy savat qilgan bo'lar edim, pullarni havoga uchirmanglar. Qisqacha aytib o'tdingiz o'sha tarix haqida, ya'ni nimaga siz boshlagansiz? Ichingizda, o'zingizda bir xohish bo'lganki, shu narsani qilib ko'rish, urinib ko'rish. Hozirgi o'sha uy, ko'chmas mulk savdosi bozorida, ya'ni sizning bozoringizda yana qanday yechimlarga o'rin bor deb o'ylaysiz? Ya'ni keyingi qandaydir siz amalga oshirmoqchi bo'lgan qandaydir loyiha bormi? Joymedan keyingi bosqichi qanaqa bo'ladi? Hozircha Joymedan keyingi bosqich yo'q, lekin Joymeni o'zini bir kamida 10 yillik strategiyasi bor. 10 yilga o'zi yetarlicha bir maqsadlar, rejalar va qo'shadigan funksiyalarimiz juda ham ko'p, planlarimiz bor. Mana ko'pchilik aytadi, yangi loyiha qildim, shuncha funksiyasi bor, mana bunaqa narsalar bor deydi-yu.
Bu narsani biz allaqachon o'ylab bo'lganmiz. Hammasini qo'shsak bo'lardi. Lekin biza eng kuchli tarafimiz biz xalqning mentalitetidan kelib chiqib, yangi tasvirlarni qo'shib boramiz. Yani odamlarga maksimum soddalik qilib, soddalik berib, sekin-sekin funksiyalar qo'shib boramiz. Kamida 10 yilgacha qo'shadigan bizani yangi funksiyalarimiz bor, yangiliklarimiz bor joy milvosining o'zida. Etapma-etap qo'shib boramiz. Maksimum birinchi o'rinda soddalik. Murakkab bo'lishi kerak emas. Va bizning eng foydalanuvchilar uchun oson bo'lishi. Foydalanuvchilar uchun, ya'ni biz 3-ko'z bilan ham qaraymiz. Ana mana bu narsani qo'shsak zo'r funksiya, mana bu narsani qo'shsak zo'r funksiya deb hamma aytaveradi. Dasturchilar ham taklif berishi mumkin, lekin to'xta deyman. Biza hozir qo'sh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'ymaymizmi? Bu o'zi foydalanuvchilarga qanchalik komfort yoki diskomfort beradi. Ya'ni har bitta knopka qo'shish o'zini biz har tomondan o'ylab chiqamizda. Hozirgi ishlatayotgan Join platformasidagi har bitta knopka buttonlar просто tak kelib qolmagan. 2 yil davomida bu yoqqa qo'ysa nima bo'ladi, bu yoqqa qo'ysa nima bo'ladi, chapga qo'ysa nima bo'ladi, o'ngga qo'ysa nima bo'ladi. Odam psixologiyasi bo'yicha qaysi biri udobniy. Uy qidiruvchi odam nimani xohlaydi, sotuvchi odam nimani xohlaydi. Hammasi o'ylangan. Joyib. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim biz hali kelajakda qo'shadigan narsalar juda ham ko'p. Faqat etapma-etap qo'shib boramiz. Ajoyib, ya'ni odatda ko'pgina startaplarda dasturchilar founder bo'lgani uchun ular o'zlari o'sha boshida qanaqadir obraz bor, ideal produkt deb, o'shani tinmasdan yozaveradi va siz aytgandek dasturchilar offerlar beradi, buni qo'yaylik deb. Lekin agar ularga bir qarshi bir protivес bo'lsa, ya'ni sizning misolingizda sizga o'xshagan, ya'ni user foydalanuvchi tomonidan o'ylaydigan odam bo'lmasa, bu produktlar uzoqqa bormaydi. Yaxshi aytdingiz. Dasturlar mana hozir ham O'zbekistonda ko'p uy bo'yicha, balki bizanikidan kuchli dasturlar ham bordir. Bizaniki eng kuchli deb ayta olmayman. Lekin nima uchun ular ommalashmadi? Mana men o'zim shu platforma ichida bo'lganim uchun uy sferasida nima platforma chiqsa birinchi ishlatib ko'raman. Ishlatib ko'rganim o'zida bu bizga konkurent bo'la oladi, bo'la olmaydi. Sraz aytaman. Qaror, xulosa chiqadi birdan. U programma zo'r ishlashi mumkin, u vashchi raketa bo'lib ishlashi mumkin, lekin userni o'ylanmagani bo'ldi. U konkurent bo'la olmaydi, ommalasha olmaydi. Kiras adashib qolasiz. Чересчур funksiya ko'p, чересчур taklif ko'p. Chalib ketadi. Nima kerak bor ana? Sodda, maksimum sodda bo'lishi kerak, maksimum. Bizning sirimiz ham shunda. Maksimum soddalashtirganmiz. Lekin ko'pchilik aytadi, joymaydi, yo'q funksiyalar bizda bor deydi. Biza balki uni ancha oldin o'ylab qo'ygandirmiz. kerakmi ekan shu funksiyalar deysiz? Kerak emaski, biza kerak emas deb o'yladik, hozircha kerak emaski, qo'shmaganmiz. Ajoyib falsafa. Hozir asosiy foydalanuvchilaringiz kim? Joymi foydalanuvchilar. Asosiy foydalanuvchilar ko'chmas mulk bo'yicha kimni ish tutsa ham foydalanishi mumkin. Doimiy foydalanuvchilarimiz makler, realtorlar, bundan tashqari uy sotuvchilar, xolos uyga aloqasi bor har qanday odam. Nafaqat uy, ijara, kunlik bo'lishi mumkin, dachachilar bo'lishi mumkin, mehmonxonachilar bo'lishi mumkin. Ya'ni biza joyimiy nomi bekorga joydan olinmagan. Joy, ya'ni ko'chmas mulk tegi bo'ladigan bo'lsa, joyga oid har qanaqa narsa. U kunlik arenda bo'lishi mumkin, arenda, sotuv, yer, tijorat binosi farqi yo'q. Barcha ehtiyojlarni yopa oladi. Ko'chmas mulk bo'yicha. Sonlarga kelsak, sonlar darajasida hozir foydalanuvchilaringiz, e'lonlar soni yoki boshqa qandaydir muhim metrikalar bo'lsa, o'shalarni aytib bera olasizmi sizga? Umumiy ilonimizni ishlatayotganlar soni, xudo xolasa, salkam 1,5 millionga yaqinlashdi. 1,5 million. Asosan Toshkentda. Asosan Toshkentda. 70-80% Toshkent shahar, chunki bizani strategiyamiz bo'yicha birinchi Toshkent shahridagi uy bozorini qanchadir qismini egallash va keyin viloyatlarga qarab kengayishni boshlaymiz. E'lonlar soniga keladigan bo'lsak, hozir 150 mingga yaqinlashdi. 150 mingga yaqin e'lon. Aktiv e'lonmi yoki umumiy shu davrgacha bo'lgan? Yo'q, shu davrgacha 300 mingdan ortiq e'lon joylangan. Aktivni turgani hozir 150 mingga yaqin. Shulardan sotilganini aytib ketdik, 25 mingdan ortiq uylar sotilgan. 25 mingdan ortiq uylar joymi orqali sotilgan. Vau. Endi biza orqalimi boshqami bilmayman, lekin bizada sotildi deb bizadan e'lonni olib tashlashgan, ya'ni deaktiv qilishgan. U yerda sotuv bor, arenda bor va bu ko'rsatkich O'zbekiston bo'yicha hali men undan kattasini eshitmaganman. O'zim Instagram bloger bo'lganim bilan ham, lekin asosiy platformamizda uy savdosi, uy barakasi anaqa bo'lyapti. Instagram как бы premium do'konda biz kuniga 3 ta uy obzor qilamiz. Va 3 ta uy ommaga ko'rsatamiz. Lekin joy me'losida bir kunda 3 mingdan ko'p e'lon joylanadi. Ya'ni masshtab haqiqiy bozor yo'qda. Siz chertib narxini tanlab solishtirib oladigan bozor, uy bozori joymiydi. Premium menga premium do'kon kerak. Mana masalan, bitta do'konga kirasiz, o'sha bitta do'konda nechta ko'ylak bo'lsa, o'shani tanlaysiz. Lekin bozorga borsangiz, necha mingta variantda
Qaysi biri yoqsa narxi, turi, rangi shunga qarab solishingiz. Joymi bozor, sizni Instagramingiz do'kon. Da, shunaqa. Ajoyib analogiya. Qancha pul topgansiz? O'sha 25 mingta uyni sotishga yordam bergan ekan. Joymi moliya kesimida qancha pul topadi? Qanday pul topadi? Shuni ham aytib ketay, yaqinda bizga soliq idoralaridan murojaat bo'ldi. Sizlar vositachilik qilasizlarmi degan. 25 mingga yaqin uy sotilgan bo'lsa, bizni 1 sent ham olmaganmiz ulardan. Chunki joy milosi vositachi emas. Biz komissiya ham olmaymiz. Sotilgan uylardan foiz ham olmaymiz. Hech qanaqa kimnidir bitimiga aralashib o'tirib oladigan joyimiz yo'q. Bu sotiladimi, sotilmaymi, bizda farqi yo'q. Bizda joy milosi faqat daromad qiladiki, e'lon joylash hisobiga. Hozirda e'lon joylash bepul. Yaqin o'sha oylar ichida pulli qilishimiz mumkin. Chunki o'sha bizning bozorimiz to'la bo'lgan, takliflar juda ham ko'p. Sifatni yaxshilashimiz uchun ham e'lonni pulli qilishimizga majbur bo'lamiz. Ya'ni joy nimadan daromad qiladi? E'lon joylash pulli hisobiga va o'sha e'lonlarni qo'shimcha top yoki VIP xizmat tepaga ko'tarish hisobiga. Hozirda oyiga taxminan 15-20 ming. 15-20 ming daromad olib kelyapti joyning o'zi. Ajoyib. Mana bu yuqorida aytib o'tgan holatingiz, ya'ni do'kon bor, bozor bor. Ikkalasi bir-biriga xalaqit bermaydimi rivojlantirishga joyni? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, lekin ikkalasi ham bitta qozonda. Chunki meni founder sifatida o'ylaydigan bo'lsangiz, endi men bloger sifatida ham founder sifatida ommani ko'zi bilan ham o'ylayman-da. Faqat ilovani yuklab oling deb reklama qo'yursak ham odamlarga zerikarli bo'ladi. Ama ko'proq uylar bilan nimadir qiziqroq olib borishga harakat qilamanki, o'sha qaysidir uy interesi bilan chiroyli uylarni ko'rib, arzon uylarni ko'rib, joyimga kirib ketganini bilmay qolsin. Ya'ni shu kungacha joyim platformasi qaysi darajaga yetgan bo'lsa, harakat qilganman o'zimni reklamam bilan olib chiqishga. Ya'ni o'zingizni o'sha Instagramdagi kontentingiz orqali joyim shunaqa yaxshi rivojlangan. 500 mingdan ortiq foydalanuvchilar, 25 mingdan ortiq sotilgan uy, bu ajoyib ko'rsatkich. 150 mingga yaqin hozirgi kunda aktiv e'lon. Chunki yana qo'shimcha reklamalarga menda o'zi moliyaviy qiynalganman-da, chunki hozir bilasiz blogerlar ham falon pul. O'zi eng qiyin davr mana shu joymini qurish jarayonida. Qaysi davr bu? Nimaga? Eng qiyin davr oxirgi 1 yilda mana shu platformani ommaga chiqargunimizcha 2 yilga cho'zilib ketib qoldi-da. Mana qarang, 2023-yilda birinchi versiyani chiqarganmiz. U full bo'lgan. Ya'ni dasturchilar yaxshi bolalar edi, lekin sal tajribasi kam bo'lganda, platforma baglari juda ham ko'p bo'lgan, ko'tara olmagan. Va men mana shu platforma uchun Instagram boshlaganimda massiv odam kirgan, xullas platforma taqatar to'xtagan. 2 yil davomida dasturchilarni o'zgartirib, noldan qaytadan terib, dasturlashlarni olib bordik va eng qiyin bo'lgani dasturchilar bilan kelish qiyin bo'lgan. Orada 3 marta men web studiya alishtirdim. Nomini aytmayman qaysi web studiyaligini, lekin o'shaning uchun ham men ko'nglim qolib ketgan, va'da beraveradi, bajarmaydi. Analizlarni rezultat kelganda yo'q. Manaman degan dasturchiman deydi, yorvoraman deydi, osmondagi oy yopib beraman deydi, lekin natijaga kelganda yo'q. Bilmayman. O'shaning uchun dasturchilarimga ham o'zim ko'p aytaman. Sizlarga bitta gap kam, ikkita gap ko'p, 1,5 ta gap o'zi yo'q. Yaxshi bolalar bor anaqada. Ko'p dasturchilarda muloqot qilish qiyin bo'ladi. Ular faqat kodlarning ichida yurgani uchun o'zini dunyosida yashaydi. Qolib qo'ralib qolgan. Ular ko'cha-ko'yda bizga o'xshab ko'p gaplashib, networking qilib yurmaydi. Shuning uchun sal qattiqroq gapirsangiz xafa bo'lib qoladi. Lekin gapirmasangiz ham cho'zilib ketib qoladi turmaydi ishdi. O'sha narsaga juda qiynalganman. Endi men tем bo'lib organda chiqqanman. Bizda faqat davay bos, nima deydi? Organda bilasiz. Hech kim ko'nglingizni qarab gapirmaydi. Endi men shunaqa muhitda katta bo'lganman, shunaqa muhitdan chiqqanman. O'sha qiynalganman. Qattiq gapiraversam xafa bo'lib qoladi. Xafa bo'lib motivatsiya tushib ketadi. Lekin qattiq gapirmasam ishim ketmayapti. O'sha narsada shunaqa ham qiynalganman, oxiri endi insoniyat moslashuvchan deydi. O'rtadagi balansni topgan. Dasturchilar bilan muloqot qilish balansiga qiynalganman. Shuni hisobiga ham men ancha vaqt o'tkazganman, balki 2 yil emas, 1 yilda tayyor bo'lish kerak edi. Oxiri Xudoga shukr, eng yaxshi dasturchilarni o'zimiz yig'ib oldik. Ular ham meni tushunadi, men ham ularni tushunaman. Muloqotlar yo'lga qo'yilgan. Lekin ularni terib olib kelish ham oson bo'lmadi. Ajoyib. Bu lekin ajoyib muammolardan biri desa bo'ladi, sababi sizda odatda o'sha produkt qilinadi, hech kim ko'rmaydi va keyingi produkt qilishga o'tiladi.
Lekin sizda produkt qilingan, shu darajada muvaffaqiyatli bo'lganki, produktni kuchi yetmagan o'sha birlamchi nima deydi, oqimni qabul qilishga. Birinchisida shunaqa bo'lgan 2023-yilda va o'shaning uchun ham maksimum harakat qilganmiz tez ishlash uchun. O'sha paytda ham Instagramingiz bormidi? Instagram Qanaqa holatda edi? Endi boshlayotgandingiz. Ya'ni shu paytgacha talab juda ham kuchli bo'lgan ekan. Ya'ni sizga o'xshagan insonlar ko'p bo'lgan ekan-da o'sha 2023-yilda ham. Xarid orqali ko'rishga harakat qilyapti. Da, shunaqa bo'lgan. Ajoyib. 2026-yilda boshida Joymi loyihasi taqdimotga chiqqan. O'sha tajribangiz haqida qisqacha aytib bersangiz, ya'ni qanday bo'lgan? Undan oldin, undan keyin qanday o'zgarishlar bo'ldi? Taqdimotga o'zi chiqish umuman planimda bo'lmagan, to'g'risini aytay. Men o'zi proyektga investor olaman deb ham o'ylamaganman. Lekin orada bir marta Umidjon aka Ishmuhamedov o'zlari taklif qilgan ko'rishaylik deb. Loyihangiz yoqdi, investor olmaysizmi deganda, hayron bo'lganman nima uchun deb. Keyin ular bilan suhbatda ozgina fikrlashim o'zgarish boshlagan. Bitta o'zimniki deb ushlab yurgandan undan bo'lib berish kerakda 10 yilda yetadigan darajaga 1 yilda yetish kerak. Vaqt yutish. Vaqtdan yutish hisobiga baribir o'sha qiymat. Siz $1 million loyiha o'zimnikida 100% ushlab o'tirganingiz qatta, $100 million 50% ushlaganingiz qatta. Da, ajoyib. Mantiq o'sha yerdan boshlandi, investitsiya olishda mantiqi. O'shandan keyin qiziqib taqdimotga, startup garajda ulardan maslahat so'rab, taqdimotga boshlangan. To'xta nima uchun haqiqatan ham bir o'zimga og'irlik qilgan, qiyin bo'lgan. Chunki 2 yil davomida rasxod juda ham katta bo'lgan, faqat o'zim hisobimda yopganman. Taqdimotga chiqqanimizdan keyin platforma YouTubedan o'zgardi. Platformaga insonlarning qarashi ham o'zgardi. Oldin shuncha reklama qilsam ham odamlar bitta bloger yaratgan nimadir bo'lsa kerak deb o'ylashardi. Yo'q, men bitta bloger bo'lib, bu yerda litso bo'lganim bilan buni orqasida 20 taga yaqin inson ishlaydi. Jamoa. 7 ta dasturchi bor, 10 taga yaqin moderator borda. Shu 20 ta odam mehnati bor. Bu bitta men uyda o'tirganimda yasab qo'ymaganman buni kompyuterda. U sel katta kompaniya. Endi men litso sifatida o'zim reklama o'zim arzon tushsin deb o'zim produkt qilardim. Taqdimotga chiqqanimizdan keyin insonlarning qarashi o'zgardi. Birdaniga hamma investor nima uchun qiziqish bildirdi? Bu haqiqatan seryozni programma ekan, seryozni narsa ekan deb ishonasizmi, shu taqdimotni o'zidan keyin 3x ga ko'tarildi. Hajm e'lonlar hajmi foydalanishda. Skachat soni ham, tushum ham, ya'ni proyektimiz umumiy massasi 3x ga ko'tarildi. Endi Aloqa Ventures ham o'sha taqdimot doirasida taklif bergan. U yerda bitta investor bo'lmagan, yo'qda nechta investor bo'lgan bo'lsa, 4 ta investor bo'lgan bo'lsa, 4 talarni barchasida qiziqish bo'lgan edi loyihaga. IT Park, Aloqa Ventures adashmasam raundda qatnashib yopishdi. Boshqa investorlarning taklifi qanday bo'lgan? Xabar. Zafar aka Hoshimov ham bor edi, keyin Tamil opa ular ham bor edilar. Endi bizada Zafar aka Hoshimov bilan ko'rishib gaplashdim. Biz jon-jonni birga ishlar edik. Juda ham ko'p menga tajribalarni bo'lishdi. Qisqa suhbat qilgan bo'lsam ham. Bizda hozir taklif shu qadar ko'payib ketdiki, biz ko'proq endi founderlardan olishga harakat qildik. O'z birinchi raundda ko'p foiz berish niyatimiz yo'q edi. O'z 10% ga ochdik, lekin birinchi o'rin o'sha venture fondlarni olib kiraylik va o'sha uyga aloqasi bor insonlarni olib kiraylik deb 15% gacha ochdim. Uni investorlar ko'pligidan biz hammani ham qabul qila olmadik. Keyingi raundlarda albatta muloqot qilib harakat qilamiz. Muzokaralar davom etadi. Keyingi raund to'g'risi. Keyingi raund deganingizda, keyingi raundni qachon ochasiz? Qaysi maqsadlarga erishganingizda ochasiz? Mana hozir biz Joymi loyihasini yana noldan quryapmiz. Hozir odamlar ishlayapti, lekin yana yangi versiyani chiqaryapmiz. Shu 3 oydan beri razrabat ketyapti. Ya'ni yana keyingi bosqichga olib chiqish uchun. Joymi 2.0 chiqadi tez orada. Xudo xohlasa. Sizni biznesingiz o'zini o'zi o'ldirish kerak. Ya'ni yangi biznesingiz eskisini o'ldirish kerak degan gap bor edi. Ya'ni yangi produktingiz eskisini o'ldirish kerak. Bo'lmasa raqobatsizlikka o'ldiradi. Shu darajada kuchliroq bo'lish kerak oldinda. Biz har doim undan ham zo'r, undan ham yaxshi narsani chiqarishga harakat qilamiz va o'sha ikkinchi versiyamizning o'zida o'sha premium statuslar qo'shiladi. Foydalanuvchilarga yanada ko'proq imkoniyatlar beramiz. Ya'ni o'zim hozir o'sha bizda bor dev versiya. Test qilyapsiz. Mazza qilib ishlataman. Hozirgidan ko'ra bir 3-4 barobar mazza qilib ishlataman.
Xudo xolasa buni yaqinda yana ommaga taqdim qilamiz. Ajoyib. Hozir darabotkалari bor va mana shu versiyani chiqaramiz. Reklamaga udar beramiz. Hozir ham biz reklama qilmaymiz почти. Faqat o'zim ora-orada kontent olishim mumkin, lekin hali Joyme ilovasi bir ommaviy reklama bermagan hech qayerda. Qanday shaklda bo'ladi o'sha reklama? Reklama agressivna boramiz lekin. O'z investitsiyalar maqsad ham shu edi. Biz hali gaz pedalini bosmadik. Biz faqat xalastoyda ketamiz. Lekin shuni o'zida ham ancha-muncha odam bor. Ajoyib. Investorlarning pullari asosan o'sha loyihani, produktni kengroq ommalashtirishga yo'naltiriladi. O'zbekiston bozoriga ekan asosan fokus. Hozir bozorni qaysi qismi egallangan deb o'ylaysiz? Joyme tomonidan. 100% deb oladigan bo'lsak, viloyatlarda hali juda ham past. Yana regionlar bo'yicha oladigan bo'lsak, Toshkent shahrida deyarli 60-70%. Toshkent shahri lekin eng katta bozorlardan biri ko'chmas mulk. Keyingi viloyatlarchi qaysi bo'ladi keyingi viloyatlar? Keyingi viloyat etapma-etap Samarqanddan boshlaymiz. Samarqand, ajoyib. Viloyat markazlarida eng katta shaharlardan keyin vodiy shaharlariga o'tishimiz mumkin. Bosqichma-bosqich boramiz. Birdaniga chunki Zafar aka ham o'sha taqdimot etuvdilar-da. Birdaniga katta dorga osilmang. Birinchi Toshkentni qo'lni egallab oling, keyin bitta viloyatni oling, keyin bitta viloyat. Birdaniga anaqa shoshib ketmang. Fokus bo'lsin degan Zafar akani eng asosiy falsafasi ham fokus qilib bitta lekin o'sha ishni yaxshilab qilish degan ana bor edi. Xo'sh, agar yirik raqobatchi kelsa, misol uchun Yandex ko'chmas mulkmi yoki shunga o'xshash yirik mahalliy yoki xalqaro ekosistemalarda o'yinchilari kelsa ko'chmas mulk bozoriga, Joymeni taqdiri nima bo'ladi? Bu savolni men 3 yil oldin o'zimga berganman. Shuncha proyekt boshlayotgan paytimda birdaniga shunday xalqaro proyekt, kimdir tayyor proyekt bilan kelsa nima bo'ladi? Lekin o'sha payt keldi ham, ko'pchilik bilmay qoldi. Qaysi loyiha? Nomini aytib o'tirgan, bir ikkita proyektlar bor edi. Yevropadan olib kirishdi, boshqa. Lekin siz hali nomini ham bilmaysiz. Kartada ishlaydigan proyektlar bor edi. Lekin ommalashtirish olmadi. Budjeti ham katta edi, ko'pchilik bilmadi. Aytmoqchi bo'lganim, bundan keyin ham qanaqadir katta proyektlar kiradigan bo'lsa, biz hech narsadan qo'rqmaymiz. Birinchidan tayyorsiz. Uy sferasi shunaqa narsaki, bu misol uchun taksi emas-da. Siz bitta manzilga borish uchun yo Yandexda, yo Uklonda, yo VBda bittasini tanlashingiz kerak. Birdaniga 3 ta mashinada o'tirib keta olmaysiz. Lekin uy bozori shunaqa narsaki, siz uyingizni ham OLXga joylashingiz mumkin, Joymega joylashingiz mumkin. Tsian kelsa Tsianga joylaysiz, Instagram bo'lsa Instagram, ya'ni uy sotilishi uchun hamma sababini qilish kerak, hamma platformaga joylanadi. Barcha instrumentlardan foydalanadi baribir. To есть bittasi keldigan, ikkinchisi o'lib qoldi degani emas. Lekin aktiv qatta zo'r bo'lsa, o'sha yerga talpinadi baribir. O'sha yerga talpinadi, lekin birdaniga hech kim o'lib qolmaydi. Yo'q bo'lib ketmaydi. Va bizning eng katta yutug'imiz boya aytganimdek, biz mentalitetga moslashib boramiz. Ya'ni bizning mentalitetga juda murakkab narsa kerak emas. Nima uchun odamlar Telegramda soatlab o'sha kanallarni ko'radi? Uy kanallarni. U filtr yo'q u yerda. Siz misol uchun Yunusoboddan uy qidirmoqchisiz, bitta kanalga kirasiz, uy bozoriga o'xshash qidirgan. Misol uchun, bu yerda Chilonzordan qo'yadi, Shayxontohurdan qo'yadi, Yunusoboddan qo'yadi. Siz erinmasdan, mana ko'pchilik aholimiz erinmasdan listat qilib o'tiradi. O'ziga kerak narsani topish. Lekin platformada bitta filtr bilan o'sha narsa topiladi-yu. Joyme ilovasi bitta xaritada ko'rinadi-yu. Lekin shu hali ham Telegram kanallarda bor foydalanuvchilar, Instagram profillarda ham. Filtr bo'lmasa ham, vaqt ko'p ketsa ham. Nima uchun? Soddalik. Ular listat qilishni o'rgangan bo'ldi. Platformaga kiranaqa siz xayolda vashcha qiyin narsa, nima qilaman, qayerdan sketchat qilaman, nimani bosaman. Undan ko'ra Telegram kanaliga kiraman bo'ldim. Unda qo'l bilan listat qilaman. Tushunarli interfeys, tushunarli harakat. Bizlar odamlar soddalikni yaxshi ko'radi. Va men ko'p xalqaro proyektlarni analiz qilganman. Ularning proyekti o'zlariga moslashgan. Chunki u yerda o'sha как Z avlod deydimi, ana bo'lgan intelligent avlodlar, ularda yosh yuqoriroq, murakkab bo'lsa ham ishlataveradi. Ya'ni ular platformasiga kirsangiz, men o'zim ham misol shuncha xabarim bo'lib, adashib qolaman. Bitta e'longa kirsam, olib kirib ketadi, ipotekani qo'shib ketadi, yoqqa kirib yana nimadirlar olib kirib ketadi. Bitta uyni parametri u qaysi g'ishtdan qurilgan, oynasi qaysi tarafga qarab turibdi. Tafsilotlar ko'p. Cherishchur ma'lumot ko'p. Ya'ni siz bitta e'longa bog'lab qo'yadi-da, ana cherishchur murakkab olib kirib ketib qoladi, adashib qolasiz. Oddiy qilib aytganda adashib qolaman. Qaror qilish uchun tez-tez ma'lumotlar. Bizda maqsad, men o'zim uychimanmi?
uy olish uchun sizga nima kerak? Kvartira olmoqchimisiz? Lokatsiyani ko'rasiz. Xonalar soni, kvadrat, remont. Inar. Inar. 4 ta 5 ta bo'l. Qolganini o'sha ma'qul kelgandan keyin baribir borib ko'rasiz. Chuqur o'rganish baribir keyingi qadamda bo'ladi. Sizga nima g'ishdan qilingani, balkoni qaysi tarafga qaradi, daraxtga qaradimi, ko'chaga qaradimi, boshqa baribir borib ko'rasiz. Baribir siz shuni onlayn ko'rib, zaklab tashlab oformib qo'ya olmaysiz hech qachon. Odamlar baribir ko'radi. Biz shuncha video obzor qilsak ham baribir borib ko'radi. Shuning aytmoqchi bo'lganim, bizning eng katta ustunligimiz biz maksimum soddalashtirganmiz, yana ham soddalashtirib boraveramiz. Ya'ni biz xalqning mentalitetiga moslashib ishlaymiz. Ajoyib. Juda ham katta proyektlarning eng katta xatosi bular murakkab qo'yardi. Voqelikdan uzilib qolishdi. Mijozlardan Murakkab, platforma zo'r, ishlashi zo'r. Bizanikidan kuchlidir balki. Lekin 3-ko'z, ya'ni o'zi foydalanuvchiga bu narsa kerakmi yo'qmi? Shu narsani o'ylashmagan. Savolni berishmagan o'zi. Ajoyib. Xo'sh, keyingi savolimiz ana hozir biroz kelajak haqida gaplashdik. Sizningcha o'sha uy sotib olish jarayoni, harakatlari kelajakda qanday bo'ladi? Joymingni o'rni qanday bo'ladi bu kelajakda? Kelajagini o'ylasam, ba'zida odamlar juda ham dangasa qilib qo'yamiz deb o'ylayman. Bitta knopka bilan. Mana hozir ham maksimum soddalik qilganim bilan ham kimlargadir diskomfort. Filtrga nimadir berishi yoki e'lon joylashda to'ldirib chiqishi. Hozir planimizda bor, balki 1 yil, balki keyingi yil ichida shuni qo'shamiz, sun'iy intellektni. Ya'ni haqiqiy sun'iy intellekt. Hozirgacha kimlardir chiqdi, biz sun'iy intellekt bilan ko'chmas mulk qildik deb ishlatib ko'rdim. Oddiy filtrni sun'iy intellektga olib chiqib qo'yishibdi. Bu sun'iy intellekt emas. Sun'iy intellekt bu sizni sun'iy intellekt degani foydalanish uchun o'qish kerak. Bu nimani xohlashini bilish kerak. Ehtiyojlarini. Ya'ni biz joy milosiga yaqinda qo'shamiz. E'lon joylamoqchi bo'lsangiz, siz knopkalarni to'ldirib, so'z yozishingiz, nimadir qilishingiz shart emas. Chunki o'sha bizning o'zi chat bo'ladi. Hali nomni o'ylamadik, o'sha mana ChatGPTga o'xshash muloqot qilasiz bizning sun'iy intellekt bilan. Uyimni sotmoqchiman, 2 xonali, mana qanaqa ma'lumot. Og'iz akib berasiz bo'ldi. Sizning nomingizdan joylab beraveradi e'lon. Audio tashlab qo'ysangiz, rasmlar bilan bo'ldi. U sizni o'sha sifrovat qiladi, siz bilan gaplashadi. Xuddiki o'rtog'ingiz bilan gaplashganda gaplashasiz, e'loningiz joylanaveradi. Uy qidirmoqchi bo'lsangiz ham, menga mana shu turgan atrofimda 2 xonali kvartiralarni ko'rsatsangiz ham bo'ldi. Variantlar sразу tashlab beradi. Hech narsani bosishingiz, nimadir qilish shart emas. O'sha gapirishni bilsangiz bo'ldi. Yanada soddalashtiriladi. Yanada soddalashtiramiz, maksimum sun'iy intellekt qo'shamiz. Bundan buyon faqat soddalashib ketaveramiz. Biz murakkab qilish hech qachon planimizda bo'lmagan. Bo'lmasa qo'shamiz degan funksiya juda ham ko'p edi. Qaysidir quruvchilar yoki bir moliyaviy hamkorlar jalb qilish rejada bormi? Misol uchun uy olish juda ham katta moliyaviy bozor desa bo'ladi. Bunda har xil moliyaviy produktlar bor, kreditlar, ipoteka va boshqa. Bu kesim yoki qaysidir quruvchilarni o'zini bilan yaqin ishlash rejalari bormi? Yirik quruvchilar. Yo'q, bizda o'zi takliflar bo'lgan, hozir ham bor. Quruvchilar alohida bizga ham bo'lim qilib beringlar deb, alohida bannerlar. Hozircha buni qilmagan edik. Hozir planimizda bor, keyingi versiyadan keyin quruvchilar uchun, katta quruvchilar uchun alohida bo'lim ochamiz. Ular uchun alohida ko'proq prodyekt qilamiz. U o'sha pulli xizmat asosiga bo'ladi. Ikkilamchi qayta sotuvchilar emas, quruvchilar uchun ham alohida imkoniyatlar yaratib beramiz. Ajoyib. Menimcha o'sha keyingi raund bilan yakunlasak bo'ladi. Keyingi raundni qachon ochasiz? O'sha joyim 2.0 deb aytdingiz. Misol uchun bu 1 iyul oxirigacha bo'ladimi? Qanaqa ko'rsatkichlarga yetasiz biz? Xudo xolasa yil oxiriga ochish planimizda bor. Ikkinchi raundni, chunki men premium statuslarni qo'shamiz. Bu aytgandek, keyingi versiyamizda o'sha bizda kutilyaptiki, memoryarimiz yana 2-3x ga oshishi. Ya'ni biz taqdimotda ham bekorga bizga hamma talpinmagan. Biz realni o'zimizni bahoyimizdan kelib chiqib e'lon qilamiz. Havodagi anaqa qilib 10 million, 100 million dollar deyvermaymiz. Qancha pul topamiz? O'shanga mo'ljallab mana 100x ga ko'paytirib, realni narx bilan ochamiz-da. Shuning uchun ham bizda investor taklif ko'p bo'lgan. Adolatli narx. Insof bilan qo'yishar ekan-da. Ya'ni havodagi gap emas, havodagi narsa emas. Bunaqa bo'lib ketadi emas. Biz birinchi fakt bilan ko'rsatib beramiz, isbotlab beramiz. Mana haqiqatan shuncha bizda foydalanuvchi bor, shuncha tushum bor. Mana ikkinchi raundni ochdik, kim xohlasa. Lekin hozirda o'zida hali ochmasimizdan ham o'sha takliflar turibdi. Yetarlicha. Ochishlar bilan kiramiz degan. Lekin birinchini isbotlab qo'yaylik. Ajoyib. Agar sizda qanaqadir mayda kuzatuvchilarga fikringiz, tavsiyalaringiz bo'lsa, bo'lishsangiz xursand bo'laman. Nima ham deymiz? Agar startaperlar ko'rayotgan bo'lsa,
o'zingiz yo'nalishingiz bo'lsin, o'z ideyangiz bo'lsin, kimdandir copy paste qilmang. Bu abdushiy maslahat. Ham vaqtingizga achinishingiz mumkin, ham pulingizga ketishi mumkin-da, agar pul bilan boshlaydigan bo'lsangiz. Va ko'pchilik mendan so'raydi, qanaqa qilib investor olsam bo'ladi deb. Men ham boshida o'ylaganman, o'z joyimga kimdir pul chiqarmikan deb. Chunki qo'shimcha qilib ketaman, 2023-yil hali ideya boshlashimdan oldin men 100% proyektni sotishga rozi bo'lganman. $100,000 ga. U pul ham men uchun emas, proyektingizga rivojlantirib beraman. Men shunchaki mana shu proyekt odamlar ishlatishini xohlayman. Men egalik qilishim shart emas. Shu narsa bo'lsin deb har Da, shu narsani olib chiqaylik deb polni berib yuborishga rozi bo'lganman, lekin shunda ham отказ qilishgan. Bu havo degan narsa bo'lsa, undan ko'ra Xitoydan tovar olib kelib sotaman, qancha foyda qilaman deyishganda. Proyekt boshlamoqchimisiz, birdaniga boshidan investorga olib chiqish kerak emas. Hech kim juda katta risk qilish xohlamaydi. Qaysidir ma'noda MVP bo'lishi kerak. 1000 so'm bo'lsa ham o'sha proyektingizga odamlar pul to'lashga rozimi yo'qmi? Mayli hali million, 100 million pul topmasin, 1000 so'm o'zi odamlar pul tashlaydimi yo'qmi? Menda shunaqa savol bo'lgan. 100 so'm pul tashlaydimi joyimga odamlar? Boshida. Nahotki onlayn 100 so'm kimdir pul tashlasa menga, menga sig'dira olmaganman. Birinchi bo'lib ommaga olib chiqqanimda bitta ayol kishi o'sha profildan ko'rinadi-yu, 8000 so'm pul tashlagan. Shunaqa xursand bo'lganman, joyimga yil og'ziga 8000 so'm pul tushdi. Odamlar biz yaratgan platformaga pul to'ladi. Juda katta motivatsiya bo'lgan. O'zi 8000 so'm. Lekin o'sha birinchi ta'siri ayol kishi tashlagan. O'sha ommaga olib chiqqanmiz, bizda bunaqa platforma bor deganimda, ertasi kunga pul tushganda, shunaqa xursand bo'lganman. U hozirgi menda katta millionlarni ham emotsiyasi bosa olmaydi-da uni. Birinchi 8000 boshqacha. Demak, odamlar pul to'lashga tayyor. Shuncha aytmoqchi bo'lgan startaperlarga odamlar pul to'lashga tayyormi? 1000 so'm bo'lsa ham, 100 so'm bo'lsa ham pul tashlaydimi o'z xohishi bilan? Agar ha bo'lsa, demak uni rivojlantirib, qanaqadir qo'shimcha monetizatsiyalarni qilib qilsa bo'ladi. Demak, bu odamlarga kerak. O'shani bilib olinadi. Ko'pchilikda ideya bor. O'zbekistonda tizimlashmagan sohalar juda ko'pda. Mana bunaqa ideyam bor, mana bunaqa qilsam zo'r bo'ladi deydi. Xo'p deyman. Uni keyin qanaqa qilib monetizatsiya qilasan? Pul qayerdan keladi? Uni o'ylamabman deydi. Unda kim pul chiqardi? Yo, zato mana bunaqa yechim beryapti. U yechim beradigan bo'lgani bilan u yashab turish uchun ham pul kerak. Odam yashash uchun ovqat yeyish kerak. To'g'rimi? Da. Faqat rasxod uzoqqa bormaydi. Pul ham topib o'zini yashash uchun ham pul qayerdandir kelib turish kerak unga. Ajoyib. Shunda birinchi nimadir qilish kerak. Pul topib, pul olishga harakat qilish kerak mijozlardan. Keyingina o'sha kerak bo'lsa odamlarga kerak emasligini, balki 10 ta, balki 100 ta odam ishlatar. G'oya proyektini. Asosiysi o'shanda. Faqat ishlatadimi, 100 so'm to'lashga ham rozimi? Shunga kelib chiqib bilsa bo'ladi. Ajoyib. Katta rahmat suhbat uchun. Javohir aka sizga. 3, 2, 1,